Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Pazarg'om tumani Temirxo'ja qishlog'i Bobur mahalla raisi Mardiyev Akram hech qachon obeddan keyin ishlamaydi. Obedgacha soat 11-12 1gacha ishlaydi. Obeddan keyin ishlamaydi. Ishxonasiga boring, topib bo'lmaydi. Uni Pazarg'om hokimi, viloyat hokimi portalga zvont qiling, hatto uni hech kim nima deydi? So'ramaydi. Chunki O'zbekistonda haqiqat o'ldi. O'lganligi sababi Akram raisning orqasi kuchliligidir. Prezidentimizning qarorini suiiste'mol qilganidir. Ariza yozib topshiring, foydasi yo'q. Chunki hech kim ko'rib chiqmaydi. Buni butun dunyo ko'rishini xohlayman, eshitishini xohlayman. Shu orada prezidentimiz ham eshitib chora ko'rishini istayman.